Ramazon oyi bu Qur'on oyi. Ramazon oyi bu mehr va muruvvat, ihson qilish oyi. Ramazon oyi bu gunohlarga tavba qiladigan oy. Va shuning bilan birga Ramazon oyi bu azizlar zikr oyi hisoblanadi. Ya'ni Allohni eslab ko'p zikr qiladigan oy hisoblanadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo juda ko'p oyatlarda bizni zikr qilishlikka, o'zini eslab turishlikka buyuradi. Jumladan Estaizu billah ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kathira va sabbihuhu bukratan va asila. Qur'ondagi nido oyatida agar qayerida ey iymon keltirganlar degan nido bo'lsa, chaqiruv bo'lsa, demak bu siz bilan bizga bo'ladi. Biz qalbimiz bilan labbay ya Rabbi deb turishimiz kerak. Ya'ni Alloh chaqirib turib muhim topshiriqni beryapti. Bu topshiriq iymon keltirganlarga. Ey iymon keltirganlar, uzkurulloha zikran kathira. Alloh taoloni ko'p zikr qilinglar deyapti. Oddiygina zikrga buyurib qo'ymayapti, balki ko'p zikr qilishlikka buyuryapti. Va unga ertalabda, kechqurunda tasbih aytinglar deyapti Alloh taolo. Ushbu oyati karimadan kelib chiqib, mo'min musulmon bandalar mana shu Ramazon oylarida ayniqsa ko'proq Allohni zikr qilib olishimiz kerak azizlar. Allohni eslashligimiz kerak. Allohni unutganlarga o'xshab qolmanglar deb Alloh taolo Qur'oni Karimda alohida aytadi. Mana shu zikr qilganlar bilan zikr qilmaganlarning farqi uchun shu. Zikr deganda bu faqatgina qo'limizda tasbihni ushlab o'tirish emas azizlar. Zikr bu Allohni eslash. Haqiqatda o'sha zikr qilishlik bilan tasbih sanolarda aytishligimiz bilan Allohni eslashlik. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, "Mathalul ladzi yadhkuru robbahu valladzi la yadhkuru robbahu mathalul hayy val mayyit." Alloh taoloni zikr qiluvchi, Allohni eslovchi banda bilan Allohni eslamaydigan bandani misoli xuddi biri hayot, biri o'lik kabi deydi. Zikr qilishlikda inson o'zini tirik ekanligini bildiradi. Alloh taologa bandasi ekanligini eslab turadi. Shuning uchun Ramazonda ayniqsa zikrni ko'paytirishligimiz kerak. Shuning uchun Ramazonda ko'proq zikr bilan mashg'ul bo'laylik azizlar. Zikr nima edi? Zikr bu gunohlardan to'sadigan, xavotirni ketkazadigan bir ibodat azizlar. Alloh taolo albatta ogoh bo'ling, Allohni zikr qilishlik bilan qalblar tinchlanadi deydi, qalblar rohatlanadi. Mana shu Allohni zikr qilishligimiz bilan bu demak insonning qalbida xotirjamlik bo'ladi. Allohni zikr qilishlik bilan g'ami ketadi. Zikrni eng afzallari birinchi subhanalloh. Subhanalloh deyapmiz. Allohni ayb va nuqsonlardan poklash bu. Alloh taolo hech qanday bir ayb, nuqsoni yo'q zot deyapsizmi? Shuni aytayotganda fikr qilib, Allohning qudratini his qilib, alhamdulillah deganda Allohni eslab, Allohning bergan bizga ne'matini, iymon ne'matini, islom ne'matini eslab, la ilaha illalloh zikrini aytganimizda Allohdan o'zga iloh yo'qligini his qilgan holatda, ana bundan keyin Allohu akbar, hamma narsadan ulug' zot Alloh ekanligi, astag'firulloh aytamiz. Demak, gunohlarimizni e'tirof qilamiz. Ana la havla va la quvvata illa billah deganda ko'proq aytamiz, chunki bunda biz ojizligimizni tan olgan bo'lamiz. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam mana shunda bizga ta'lim berardilarda, o'zlari hidoyatimizga sababchi bo'lgan, rahmatan lil alamin bo'lgan zot tillari zikrdan to'xtamagan. Endi zikrni to'sib qo'yadigan ishlar bor. Zikrni to'sadigan narsalar bugungi kunda juda ham ko'p azizlar. Buni o'zi zikrni kushandasi deydilar. Bu hozirgi kunda bekorchi gaplar, noto'g'ri hamsuhbat,
bu telefon, internet va boshqa so'zlar, g'iybat-u ig'vo, shunga o'xshash narsalar bilan band bo'lgan tilimiz zikrdan uzoqlashib qoladi. Shuning uchun yaxshisi Ramazonda biz o'zimizga bir odat qilib olishimiz kerakki, saharlik paytlarda, iftor paytlarida ayniqsa zikr qilish kerak, ya'ni tasbih aytish kerak, duo aytish kerak. Ya'ni Ramazon oyini zikrga, Allohni eslashlikka bag'ishlash kerak azizlar. Ana o'shanda biz Ramazon oyida o'zimizga yaxshi bir vazifani odat qilib olgan bo'lamiz.